Qanaqasiga ma'lum ukam? Aybdor bo'ladi. Aniq dalillaringiz bormi o'zi? To'g'ri tushuning mana. 50 ming dollar kichkina pul emas aka. Agar aybing isbotlansa bilasanmi? Qamalishni xohlamayman aka. Onangiz og'ir yurak xurujidan boshdan o'tkazdi. Zudlik bilan 35 ming. Bu yerda qanaqa ishga tayyorman. Yolg'on guvohlik berishga rozimisiz? Siz ko'rgan odam. Bu odamning ichida bormi? Mana shu. Hammasini aytganingizdek qildim. Ukamni qo'yib yuborishingizni talab qilaman. Seni xudoga solib, bu dunyoda qolmagan roziman. Taqdirlar ertaga 18:00 da Sevimlida tomosha qiling.